Hurmatli xonlar, mana hosildi dodasi. Iordaniya davlatidan Salarsedis firmasini Azim F1 navli gibrid pomidorni Jahongir akamizga berganmiz. Parkent tumani So'qoq qishlog'i, Shampan qishlog'i boridir. Mana hosillarni ko'ryapsizlar. To'g'risini aytsa, barigidan ko'p desa ham bo'ladi, bemalol. Mana xohlagan joyini ochib ko'rsa bo'ladi. Ana. Hurmatli dehqonlar, kimga shu navdan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, taglarigacha anaqa bo'lib ketgan. Mana to'lla. Mana hosili. Endi terim bo'lar ekan. Mana shoxini ko'tara olmay turibdi hozirgi holatda. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqa chiqasizlar. Manzilimiz Toshkent shahri Qo'yliq dehqon bozori 34-do'kon. Jasurbek desalaringiz hamma bilishadi. Iordaniya davlatini Salarsedis firmasini Azim F1 navli gibrid pomidorlari. Mana bu yerlarni ham ko'rishingiz mumkin. Qattiqligi вообще zo'r. Qattiq. Qizilligi ham zo'r. Respublika bo'yicha ham dastavka xizmatlarimiz bor. Mana bu taraflarga qaranglar. Mana. Вообще dahshat.